Sa'diy Sheroziyning Guliston-i abadiyatga tatigulik meros. Sa'diy Sheroziy forstojik adabiyotining yorqin namoyandasi, buyuk mutafakkir va axloqshunos. Uning hayoti sayohatlarga boy bo'lib, xalqning turmushini chuqur o'rganishga bagishlangan. Bu tajribalar uning bebaho asarlarida o'z aksini topgan. Guliston Sa'diyning eng mashhur asari, nasr va nazmning go'zal uyg'unligi. Asar 8 bobdan iborat bo'lib, turli mavzularni qamrab oladi. Unda podshohlar axloqidan tortib, dervishlar odobigacha yoritilgan. Gulistondagi hikoyatlar qisqa, ammo chuqur ma'noga ega. Ular insoniy fazilatlarni targ'ib qiladi. Halollik, sabr-toqat, kechirimlilik kabi sifatlar ulug'lanadi. Guliston asrlar osha avlodlarga axloqiy saboq berib kelmoqda. U hayotiy tajriba va ruhiy tarbiya manbai hisoblanadi. Bu asar Sharqning axloqiy va falsafiy qarashlarini aks ettiradi. Agar siz hayotda to'g'ri yo'l izlasangiz, Gulistonni o'qing. U sizga donolik bilan yashashni o'rgatadi. Qalbingizga nur va ruhga taskin baxsh etadi.